Maktabda direktorlar eng yomon ko'radigan o'qituvchilar. Odatda bu o'qituvchilarni tezroq ishdan bo'shatib, ulardan xalos bo'lishga harakat qilishadi. Chunki bu o'qituvchilar ta'limdagi eng katta kamchiliklarni ko'rsata oladigan va eng ko'p tanqid qiladigan o'qituvchilardir. Odatda o'qituvchilar siz qilayotgan siyosatingiz zo'r, bajarayotgan ishingiz juda ham qoyil, boringizga shukur kabi so'zlarni aytayotgan o'qituvchilar bilan ishlash ularga oson. Tanqidchilarni esa tanqidlari ularni ko'nglini oritishi mumkin. Lekin men hamisha direktorlar bilan ishlaganimda siz bu o'qituvchilarga tanqidchi deb emas, meni rivojlantiruvchim deb qarang. Chunki barcha sizni olqishlayotgan paytida aynan qilayotgan ishingizni eng ko'p kamchiligini ko'rib, sizga mana shu kamchilikni ko'rsata oladigan rivojlantiruvchilaringiz ekanligini aytib o'taman. Ishoning, mana shunday o'qituvchilar sizni maktabingizda bo'lsa, ular sizni maktabingizni rivojlantiruvchi insonlarga aylanishadi va hamisha ularni xafa qilish emas, ularni rag'batlantirib turing. Yaxshi ham jamoamda siz borsiz. Siz borligingiz uchun biz rivojlanyapmiz deb ularga boringizga shukur deyishni unutmang.